Assalomu alaykum hammaga. Men Soat va o'g'lim Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti sharq sivilizatsiya va falsafa fakulteti 2-kurs talabasiman. Biz hozir Jizzax viloyati G'allaorol tumanida joylashgan Sa'd ibn Abi-Waqqos ziyoratgohiga tashrif buyurdik. Ushbu ziyoratgoh haqida hozir tanishib chiqamiz. Sa'd ibn Abi-Waqqos ziyoratgohi ikki asosiy hududdan iborat. Yuqori qismi go'zal tabiati bilan ajralib turadigan shifobaxsh va muqaddas buloqlar joylashgan. Pastki qismida qadimiy masjid, maqbara va xilxona joylashgan. Bismillah, alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Bismillahirrohmanirrohim. Sa'd ibn Abi-Waqqos radhiyallohu anhu milodiy 594-yilda Makkada tavallud topganlar, millati arab. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning tog'a urug'laridan, ya'ni ona tomonidan qarindosh bo'larkan payg'ambarimizga. Muhammad alayhisalomga payg'ambarlik vahiy kelgan vaqtlarda bu sahoba ikrom 19 yoshda ekanlar, 5-chilardan bo'lib islom dinini qabul qiladi. Yoshligidan o'q yoy yasab, kamonda ot mashhur juda bir mohir kamonboz yetishadi. Payg'ambarimiz yonlarida yuradi. Uhud jangida payg'ambarimiz sahobalar bilan qurshovda qolgan vaqtlarda bu sahoba ikromni kamondan bexato otayotganini ko'rib, "Otgin Sa'd, otgin, ota-onam senga fido bo'lsin" vaqtlariga duo qilar ekanlar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam 10 nafar sahoba ikromni hayotlik chog'idayoq jannatiylik bashoratini berdilar. Ulardan birlari Sa'd ibn Abi-Waqqos radhiyallohu anhu bo'ladilar. Bu sahoba ikrom umrining oxirigacha diniy islomga xizmat qilib, juda ko'p janglarda qatnashib, Madinaning Aqiq degan qishlog'ida yashab 80 yoshlarida vafot etadilar. Qabrlari Jannatul Baqiy qabristonida. Baqiy qabristonida 10 mingdan ziyod sahoba ikrom dafn qilingan deyiladi. Bu yerda endi bir qadamjo sifatida ziyorat qilinadi deyiladi. Mana bu maqbarada qo'yilgan bu qabr, bu ramziy qabr, bir belgi sifatida qo'yilgan. Shundan beri bu yerlarda ota-boboni ziyorat qilib keladi. Qisqacha tarixlari mana shundan iborat. Ziyoratgohning pastki qismida masjid binosi hamda maqbara joylashgan. Masjid binosi 19-asrda jizzaxlik mohir binokorlar Usta Komil, Usta Qobil, Usta Zuhur va Usta Mirziyolar tomonidan qurilgan. Ushbu masjid sharqona uslubda bunyod etilganligi bilan ziyoratchilarning e'tiborini tortadi. Binodagi ganjkorlik ishlari o'ta mahorat bilan bajarilgan. Uning shiftidagi rang-barang naqshlar mohir naqqosh bo'lgan. Mirza Zoid va Usta Bobojonlarning haqiqatdan ham o'z kasbining mohirlari bo'lganligidan dalolat beradi. Ulkan mehnat va yuksak mahorat mahsuli bo'lgan naqshlar hozirgacha ham o'z ohorini yo'qotmagan. Assalomu alaykum. Bizga Sa'd ibn Abi-Waqqos ziyoratgohi haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Sa'd ibn Abi-Waqqos ziyoratgohi Jizzax viloyatimizning G'allaorol tumani Avliyo qishlog'ida joylashgan bo'lib, bu ziyoratgoh aslida mana shu Sa'd ibn Abi-Waqqos buyuk sarkarda sifatida mana shu yerda janglarda ishtirok etib, o'zining barmog'idan ajraladi jangda. Keyin o'sha barmoqni mana shu Avliyo qishlog'idagi ziyoratgoh deb atalmish hozirgi joyga, xonaqohga dafn qilinadi. Dafn qilingandan keyin bu joy o'sha Sa'd ibn Abi-Waqqos ziyoratgohi deb nomlanadi. Bu ziyoratgoh juda qadimdan paydo bo'lgan bo'lib, u yerda manzarasi juda chiroyli, o'ziga xos manzaraga ega. U yerda juda bir katta buloq yer qa'ridan chiqqan bo'lib, u yerda avliyo baliqlari degan baliqlar bor. Bu baliqlar hech qachon kamaymaydi, hech qachon yo'q bo'lib ketmaydi. Hamisha mana shu suvda ichida, suvning tarkibida yuradigan baliqlar hisoblanadi. Bundan tashqari har yili ushbu joyga viloyatimizdan, boshqa viloyatlardan, respublikalardan, hattoki boshqa respublikalardan ziyoratchilar kelib ziyorat qilishadi.
ziyorat qilishadi. Bu ziyoratgoh deyarli respublikamizning barcha ziyoratchilari bu ziyoratgoh bilan tanish. Sizga katta rahmat ma'lumotlaringiz uchun. Ushbu ziyoratgoh hududida joylashgan maqbara to'g'risida aytib o'tdingiz, ya'ni sinchilog'i ko'milgan joy. Shuningdek, ushbu ziyoratgoh qaysi jihati bilan muhim deb o'ylaysiz? Bu ziyoratgoh o'zining tabiati bilan, o'zining bahavo joyi bilan hamda u yerda qurilgan baland maqbarasi bilan u yerdagi tabiatning doimo u yerda shamol salqin bo'lib turishi bilan, katta o'ziga xos chinorlar bilan, soya salqinliklari bilan barcha ziyoratchilarni o'ziga jalb etadi. Rahmat kattakon.